O'yinga shunchalik berilganki o'g'lim. Atrofida nima bo'lganini tasavvur ham qila olmagan. Aka, bu hozir aksariyat yoshlarga tekkan kasallik. Ular o'zlarini go'yo Superman deb o'ylashadi. Dadasi, Xo'p. ba'zida sizni kallangiz ham ishlab qoladi-da. Ha, ikkalamizni ham kallamiz ishlaydi. Ishlamaganda o'sha joyda farzandimiz maktabda o'qirmidi? Shuni ayting. Tutib o'qsanlar. Men qara Muslim. Xo'sh. Bolalarning aytishicha, bizni litseyda kinomi, serialmi olishmoqchi ekan. Yaxshi-ku. Eshitdingmi? Yo'q, hozir eshitganim yo'q. Nima deb o'ylaysan? Bizga birorta rol berisharmikan? Rol? Bizgami? Sen bilan nimani eplarkanmiz? Qochib qol deb o'tib ketamizmi? Xursandchilik-ku, ha? Yomon o'xshayapti. Xursandchilik ustiga yana bitta xursandchilik bor. Xo'sh, aytchi. Bolalar, zo'r yangiligim bor. Xo'p, ayta qol. Gapir. Ha, Jaloliddin, seni ham xabaring bo'lishi kerak. Hamma ishni sen qilding aslida. Xullas, Shunqor telefon qildi. Oho, Qanaqadir zo'r-ku. Halim degan badavlat odam barcha xarajatlarni to'labdi. Yaxshi bo'pti. Shu seni ishing emasmi, Jalol? Ha? Halim deysanmi? Ha, Halim. Shu yerlik ekan. Senga alohida rahmatini aytibdi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. 10 kun yotib, keyin uyga ham chiqarkanlar. Nima? Islomning otasi shuni hammasini to'labdimi? Bilmadim. Shunqorni dadasi xursandchiligidan ikkinchi marta tug'ildim. Do'stlaringga rahmatimni yetkazib qo'y debdilar. Shunqor ham yo'lga chiqdi. Ertaga yetib kelar ekan. Ha. Jalol, sen shu bildirmasdan bir nimalar qilib yurasan-ey. Sen ham shunaqa boylarning bolasi bo'lsang kerak-a? Mana bunaqalardanmi? Nima deyapsan, ey? Hey, Mana senga. Mana senga. Qani yigitlar, o'tiraveringlar bemalol. Jaloliddin, senga gap bor. Hoziroq narsalaringni yig'ishtir. Uyingga ketasan. Seni kutishyapti. Xo'p. Tinchlikmi? Jalol, sen endi harbiysan. Bardam bo'l. Ko'chada mashina kutib turibdi. Bo'la qol. Tinchlikmi? Matniyozov, buyruqni bajar. Ortiqcha savolga o'rin yo'q. Alloh sabr bersin. Yig'lamang kelin, qo'ying. Allohning irodasi ekan. Allohning aytgani bo'ladi. Biz bandalarmiz, Allohning oldida ojizmiz. Mayli qo'ying. Alloh sizga sabr bersin. Yig'lamang kelin. Joylari jannatlarda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Rahmatli yaxshi inson edilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Jaloliddin. Buyog'iga sabrli bo'lasan. Bobong bilan chala qolgan ish yuzasidan keldim. Nima ish ekan?
Bobongni vasiyatnomasi qilichni seni nomingga rasmiylashtirib ketganlar. Mana vasiyatnoma. Bobongning iltimoslariga binoan ishni nima qilib bo'lsa ham a'lo darajada bitirishga harakat qildim. Bobongni joylari jannatdan bo'lsin. Afsus. Bobong bilan yaqinda gaplashgandik. Qilich haqida to'lqinlanib gapirib bergandilar. Demak, qachonlardir Jaloliddin Manguberdiga tegishli bo'lgan qilich endi menga qopti-da. Vasiyatnomada kichik Jaloliddinga deb yozilgan, demak endi senga tegishli. Marhamat, bu qog'oz. Qilichning haqiqiy egasi ekanligini tasdiqlaydi. Jaloliddin, bobong seni juda ham yaxshi ko'rar edilar. Qilichni senga ishonib topshirganlar, demak sen bunga arziysan. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 462, 463, 465, 468, 471, 472, 473 moddalariga amal qilib sud hay'ati hukm qiladi. Turopov Fahriddin Jamol o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi, 266-moddasi 2-qismi, 273-moddasi 5-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, Bu odam men uchun ideal inson edi. Men bu odamga o'xshashni orzu qilardim. Agar bobom bo'lmasa men ham shu holga tushgan bo'larmidim. Rahmat bobo. Rahmat. 4 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Turopov Fahriddin Jamol o'g'liga nisbatan tayinlangan jazolarni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tarkibida qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 2 yil muddatga muayyan huquqda, ya'ni transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 12 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Ozodlikdan mahrum qilishlik jazosini o'tash muddati 2024-yil 12-sentyabr kunidan boshlab hisoblansin. Turopovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin.
hukm e'lon qilingan kundan e'tiboran sudlanuvchi yoki jabrlanuvchi hukm nusxasini olgan kundan e'tiboran 10 sutka ichida apellyatsiya tartibida, hukm qonuniy kuchga kirgandan keyin esa kassatsiya tartibida shikoyat berish yoki protest bildirishga haqli. Raislik qiluvchi sudya Qurbonov. Rahmat sizga Halim aka. Do'stimning otasi sog'. Bir inson hayotini saqlab qoldingiz. Senga rahmat. Sen meni ko'zimni ochding. Hali gaplashamiz. Bobo, men sizning ruhingizni albatta shod qilaman. Bu jasorat va vatanparvarlik ramzi bo'lgan qilichni iymonim kabi asrayman. Sizga va'da beramanki, bobo, men albatta Jaloliddin Manguberdi kabi vatan himoyachisi bo'laman. O'zbekiston qurolli kuchlari tarixida Jaloliddin Matniyozov bo'lib qolaman. Va albatta vatanimga sidqi dildan xizmat qilaman, bobo. Qani yur.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qabul bo'limi qayerda? Qabul bo'limi? Ha. Ana bu yerda. Tinchlikmi? Ha. Islom shu litseyda o'qiydi. Islom. Omadingni bersin. Assalomu alaykum. Iye. Va alaykum assalom. Shu yerda yashaysanmi? Ha, Isming nima? Hamid. Hamid? Ha, Shundaymi? Ushla. Bu endi seniki, xo'pmi? rahmat. Barakalla. Dadangga salom ayt. Hop. Vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdiman, mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. uzhits.net premyera. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha. Mendirman o'sha. Yurtim har qarich yeri orimdan ulug'. Suygan farzandlarimdan, yorimdan ulug'. Nada or, nada yor, borimdan ulug'. Ming jondan bu tuproqning har gardi afzal. Kim buni ko'zga sursa, mendirman o'sha. Kim buni ko'zga sursa, mendirman o'sha. Mendirman o'sha. Yovning xushbo'yi ham alafdir menga.
Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Yovning xushbo'yi guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Mendirman o'sha el yurtiga sodiq tursa. Mendirman o'sha el yurtidan yovni tursa. Mendirman o'sha el yurtiga sodiq tursa. Mendirman o'sha mendirman o'sha. Vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydir. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydir. Millionlab mangu berdi bo'lar u mahal. Hay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha. Hay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha. Kel yurtidan yovni tug'sa mendirman o'sha. Sodiq tursa mendirman o'sha. uzhits.net eng hit qo'shiqlar.